Bir kuni bir kichik suv tomchisi bir qari faylasop suv tomchisidan so'rabdi. Mening mush bir dengizni ko'rib baqqan bor, dengizni tushengim bor debdi. Shundan bu qari suv tomchisi kulib ketib, dengiz degan narsa asli mavjud emas debdi. U bir ufqum debdi. Dengiz degan nima? Dengiz shu sendek, mendek nurg'un suv tomchisining birikishini dengiz deb tushunamiz. Shundan sen dengiz tushunmoqchi bo'lsang, birta suv tomchisini o'zingni tushunsang yetadi deb qarabdi. Demisimi? Dunyoni tushunish uchun faqat nimasi bir odam o'zini tushunsa yetarli hisoblandi. Burun bir professor var ekan, fizikshunos professor. Bir kun u uyda tadqiq qilyapsa, balasi varancho'ron qilib hapsa ketdi. Shundan bu fizikshunos professor diqqatga ketib, jilolab tomdiki dunyo xaritasini elibla necha poch qilib yetib, balasiga topshirib beribdi. Va balasiga balam, sen mushu dunyo xaritasini bir ratlab chiqa. Ratlab bo'lgandan keyin men sen bilan taloq chiqib o'ynayman debdi. Shundan bala xaritani ratlashga kirishibdi, dadisi o'zining ishini qilishga boshlabdi. Oradan faqat 10 minut o'tmayla bala dadasiga debdi. Dadam men ratlab bo'ldim debdi. Bunun professor tas ishini ketmabdi. Chunki bir 7 yoshlik bolaning dunyo xaritasini ratlashi mumkin emasda. Shundan u bir ishni bir ishonmay balsini olsa, rost dunyo xaritasi shundoq ratlagli. Professor hayron qoldi. Ve balam sen bu dünya xaritasini memratlayamaymiz, sen qanday ratlab chiqding? Desa bala, men dünya xaritasini ratlamadim, bunun oqib bir odamdan surti bor ekan. Men shu odamni ratlab chiqdim. Shundan xaritani o'rsam, dünya xaritasi ratlanib qopti dedi. Professor buni da hayron qilib, bir mashhur gapni birini qildi. Odam tuzlansa, uning dunyosi tuzlandi ekan dedi. Demak bu yerda o xarita, yani dünya xaritasi onun oqidagi odamning ratlanishi bilan o'zligidan ratlanib qolgandek bir odammi amniyati o'z psixikasidagi qalaymiqan urilishib qolgan, kam qolgan yerlarni ratlab qo'ysa, shunda o'risak nimasi uning dunyosi o'zligidan o'rildi. Uning dunyosi o'zligidan tuzildi. Shuning esingizda bo'lsin, odam tuzlansa, uning dunyosi o'zligidan tuzlandi. Biz qadimdan qarab baqsaq, har qandaq bir uyda aynak bo'ldi, aynak. Burunqi podsholarning kinosi bor-ku, boshqa bir davlatga borsa, u o'zining bolalarga, malikaga nim sovg'at qildi, aynak sovg'at qildi. Aynakni ko'rgan malik shunda xo'sh ketadi. Aynak bo'lmaganda chu desa, suvlar qaraydik. Nemish har bir uyda aynak bor, chunki aynak bizning o'zimizni ko'z turalaydigan bir yaxshi narsa. Ondan sonra paraz qilaylik, bir kun biz etdiganda qopdik, qopsaq bizning yuzimizda bir taq qor siziq paydo qopdi. Shundan biz aynakdagi aksimizni ko'rib bearam bo'ldik. Shundan long bilan aynakni surtdik. Aynakni kuchab surtdik, biroq qarasaq yanada qor siziq turdi. Voy men toza yetarli surtmabdiman deb yana texim kuchab surtdik. Ammo kuchab surtgan sir nimasi aynak yan shop etdi. Aynak chataqkan dedik. Shundan biz boshqa bir aynakni uyimizdagi aynak almashtirdik. Uning qarasaq, uning aynakdagi aksimizda yana bir qarsiziq bor, bu teq o'shmaga. Shundan ochchig'imiz keldi. Aynakni chaqib etdik. Ammo chaqib etsak, chaqilgan puchuqlar qarasaq, uningdimi bizning yuzimizda bir taq qarsiziq bor. Cho'qim uyda masla ekandik, uy almashdik, ammo u uy qarab aynak qarasaq, yanla chiroyimizdagi qarsiziq o'shmagan. Ondan bu çırağımız qarsiq qacha o'chadi. Bu çırağımız qarsiq taki biz löngülab o'zimizning yuzini surtganda oningdan keyin o'chadi. Demak, buningdan biz nima tushunyapmiz desa, nurg'un odamlar o'zining dunyosini o'ngishmoqchi bo'ladi, retlamoqchi bo'ladi, olmish baqmoqchi bo'ladi, odamlarni almashtirib baqadi, o'ylan ko'chab baqadi, yerlarni ko'chab baqadi. Biroq insonda bo'lsin, dunyo faqat nimasi, xuddi aynakdek sizning psixingizni ko'z turgan narsa. U faqat ko'z turdi. Aynak degan bizning do'stimiz, dunyo bizning do'stimiz. Ammo bu do'stimizning qilgan nimasi bizga faqat yuzimizning nari siziq va nari tatiq va neri chataq shuni ko'z turdi. Biroq buni esingda bo'lsin, dunyo faqat ko'z turdi. Ammo u hargizmi u narsani shakllantirmaydi. Aynak hargizmi bizning qarsiqimizni shakllantirgani yo'q. Aynak faqat nimasi bizning yuzimizning qarsiqni ko'z paga yeri va ama nurg'un odamlar cho'si o'zi ko'rishni xohlamagan narsa aynakdan chiqqanlik uchun aynakni chaqadi. Shunga nurg'un odamlar cho'sa o'zi ko'rish xohlamagan
tatuqlarni yoki bo'lmasa siziqlarni yoki bo'lmasa o'zining buzilgan taraflarini dunyo ko'rsatib berganda u dunyo qaqshaydi. Esingizda bo'lsin, dunyo faqat va faqat sizning psixikangizdagi tatuq va siziqlarni ko'rsatib berguchi, uni paydo qiluvchi emas. Bu chuqur sizlar avval esingizda mahkam saqlagan bir nuqta. Aynak bizning do'stimiz. Dünya bizning do'stimiz. Bu do'stimizning qilib berdigini faqat va faqat bizning chiroyimizdagi, bizning psixikamizdagi siziqlarni, chatoqlarni, tatuqlarni, jarohatlarni ko'rsatib berdi xolos. Unda qo's biz nima ish qilamiz? Unda qo's bizning qildig'inimiz nimasi? Dunyo orqali biz buni ko'ramiz. Onundan keyin shu biz xuddi eliq odamdek aynakni surtmaymiz, balki biz o'zimizning yuzidagi shu xato yerlarni surtib o'tganda dunyo o'zidan o'zgaradi. Dünya intayin çoğun boğandek, adam memleket intayin çoğun, adam psikisi, adam royutum intayin çoğun buldu ve mürekkep buldu. Demek bu mürekkeplikini düşünüş için bir tal aynek yetişmeydi. Biz bunun 4 aynek lazım kılımız. Şun bu 4 aynek xuddi derizi qo'shganlik için bu aynekning ismini biz aynek demesden belki johari derisi deb atdik. Undaqsa bu johari derisi qandaq narsa? Bu 4 aynek bizning narimizni ko'rsatib turdi. Tuvanda bununla bir nazar tashlaylik. Mana bu bizning Johari derisi degan derizimiz shu. Qarasang bir deriziga o'xshaydi. Nihoyat oddiy bir grafik. Endi bu har bir derizning bir ismi bor. Bundoq aytgan vaqt biz odamni 4ga bo'ldik degan gap. Chunki men bayatın degandek odam bek cho'ng bo'lganlik uchun biz buni parchalab etsak, parchalab cho'ngan vaqtda bizning tushunchimiz bir qadar o'ng'ay bo'ldi deganlik. Unda bo'lsa har bir derizning ismi bor. Birinchi deriza. Biz buni public self deymiz. Biz birinchi derizani public self. Bu public self degan nima degan gap desa, buni bevosita tarjima qilsak ommaviy man bo'ldi. Bizning ommaviy tarafimiz. Ammo men buni ommaviy man demay, suzuk man deb oldim. Birinchi deriza suzuk man. Ikkinchi deriza bo'lsa, ikkinchi derizaning ismi blind self. Yani qarg'man. Yani bizden qarg'man. Yani bu yerda biz manni 4ga bo'layotimiz. Birinchisi nima desa, suzukman, ikkinchisi bo'lsa qarg'man. Uchinchisi desa secret self. Yani maxfiyman. Maxfiyman tarafimiz. Uchinchisi desa, to'rtinchisi desa unconscious self, yani angsız men yoki qorong'u men. Qorong'u men desek bo'ladi. Demek biz bu yerda Johari derisini 4 ko'znakni 4 xil ism bilan atadik. Birinchisi nima desa, suzukman, ikkinchisi bo'lsa qorong'uman, uchinchisi bo'lsa maxfiyman, to'rtinchisi bo'lsa qorong'uman. Demek odam bir manni men 4 ko'znakka bo'ldim. 4 ko'znak orqali tushundim degan gap. Demak bizning mayli dunyomiz bo'lsin, mayli psixik kayfiyatimiz bo'lsin, yoki bizning mijoz xulq xarakterimiz bo'lsin, yoki kishilik munosabat aloqamiz bo'lsin va yoki bizning arayonlik munosabatimiz bo'lsin, bizning hayotimizdagi har qanday bir chatoqni, har qanday bir siziqni, har qanday bir tatuqni, har qanday bir masalani biz mush 4 ko'znakdan topa olamiz deganlik. Endi shundaq bir narsani tushunib olinglar. Buningda eng sog'lom qismimiz nima desa, suzukman qismimiz. Qolgan 3 bo'lsa, bizning sog'lom bo'lmagan qismimiz. Hamda mavu biz deriza deb tasvirlaganligimiz uchun biz buning 4 ko'znakni tampon holatda sizdim men. Ammo bu normal sharoit ostida bundaq cho'ng kichikligi bundaq tang bo'lmaydi. Ba'zani qandaq bo'ldi deganda
Hem de ba'zilarning cho'u desa ma'qul dariz shaklida bo'lishi kerak. Mana qarasak, buningda suzukman qismi kichikroq, egallagan qismi, anadan keyin mayada qorg'uman qismi manchirak, maxfiyman qismi yo'g'nab ketgan, qarang'uman qismi manchak o'rin egallagan. Ham sizlar bir narsani bilishinglar kerakki, bir odamning sog'lom bo'lmasligi, psixikasining sog'lom bo'lmasligi yoki uning dunyosining ratlik bo'lmasligi yoki uning xushallik darajasi asosiyatan shu birinchi darajaning cho'ng kichikligiga bog'liq. Sizning psixik sog'lom bo'lmasligingiz esingizda bo'lsin, birinchi darajaning, birinchi ko'znakning cho'ng kichikligiga bog'liq. Biroq birinchi darajaning, birinchi ko'znakning cho'ng kichikligini birinchi daraja belgilamaydi. Buni qaysi belgilaydi desa, qolgan 3 belgilaydi. Qolgan 3 kichikligidan siri ma daraja o'zligidan egallaydigan o'rni yo'g'inaydi. Qolgan 3 darajaning cho'ng kichikligi, cho'nglik darajasi yo'g'ongan siri cho'sa, u qistilib, suzukman qismimiz kichiklayib ketadi. Suzukman qismimiz kichikligidan siri cho'u desa, bizning psixikimizda eg'ir darajada masala kelib chiqadi deganlik. Şuna bu yerda bir narsa aniq bo'ldi, bizning sog'lomligimiz birinchi darajaning, birinchi ko'znakning cho'ng kichikligiga bog'liq, biroq birinchi ko'znakning cho'ng kichikligi ma 3ning cho'ng kichikligiga bog'liq. Chunki bu o'zi bevosita yo'g'inab kichiklayolmaydi. Balki ma kichiklasa ma yo'g'naydi, ma kichiklasa ma yo'g'naydi, ma 3ning xohlagan birisi yo'g'nab ketsa, u chaqda suzukman. Ya'ni bizning public self qismimiz nimada kichiklaydi. Kichiklaydi deganning o'zi nima esa, aslida psixikingizdan, ro'ytingizdan masala chiqdi degan gap. Bundan psixikingizdan masala kelib chiqdi degan nima esa, bayatın degandek, dunyongizdan masala kelib chiqdi deganlik. Unda asla biz bu to'rt ko'znakni texnik tafsiliy tushunib boqaylik. Endi shu to'rt ko'znakning ichida xohlagan bir cho'ngak ketgan vaqtda xohlagan bir masala kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa biz hayotimizga xohlagan bir masalamizni xohlagan bir to'rt ko'znakning cho'ngak ketishi deb to'liq ko'ra olamiz degan gap. Bu xuddi bizning aynigimizdek nada masala borligini deb birdi. Andan keyin shu masalani hal qiladigan gap. Unda bo'lsa biz har bir ko'znakda bir tafsiliy to'xtalib boqaylik. Qaysi ko'znak nim masalani tushundirdi yoki nim masala qaysi ko'znakdan masala chiqqanini deb birdi. Biz qarab boqaylik. Birinchi maxfiyman. Maxfiyman yo'g'nab ketgan vaqtlarda bu dastlab mezgillarda bu jiddiylik keltirib chiqardi. Xuddi bizning davlat tilida mo'min chimyav degan bir gap bor. Mo'min chimyav. O'zimni bilib bilmay jiddiyleşib ketaman. Shundoq jiddiyleşmaslik uchun tirishaman, ammo jiddiyleşib ketaman. Ba'zi odam jiddiyleşganlikdan hatto og'zidan gapmi chiqmaydi, qo'llar titrab ketadi. Bu nimadan derak berdi desa, amaliyotda shu maxfiymanning yo'g'nab ketganligidan derak berdi. Agar u buning sal qarshi chiqsa, bunun sal qaraganda, buningda tabiiy qandaq avval kelib chiqadi desa, uning bexatarlik tuyg'usi tuvallab, odamlardan qochilgan bo'lib qoldi. Odam boyagi bag'iz kelmaydi. Odamdan qechishdan iborat mushkil holat agar siz shakllansa, bu maxfiyman yo'g'nab ketibdi deb tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni kuchayishchi. Bu davomli kuchaygan vaqtda odamda boshqalardan gumonli avval kelib chiqadi. O chuqum mening gapimni qilyapti yoki bu chuqum meni qashlamoqchi yoki bu menga chayin bir nima selib etmoqchi yoki hatto oqid bir mashina qo'g'lisimi yoki mashina mansimi uni mening izim tushyapti degandek bema'ni gumonxo'rlik haddan ziyod eshib ketadi. Yana kuchayishchi. Esingizda bo'lsin, biz har qanday bir narsani ko'msak, o yildiz tortib, kuchi ketadi. Masalan, bir tal uruqni bunda tashlab qo'ysak, sirtqa bundaq, ya'ning sirtqa tashlab qo'ysak, o'zlikda yo'qolib ketadi. O sesib yo'qolib ketadi. Ammo ko'msak-chu desa, ko'msak, o yildiz tortib bir kuchliq bir daraxtga aylanib ketadi. Hatto bir tal uruqning bir o'rmonga aylanish mumkinligi borda. Demak, maxfiymandagi ba'zi kichik bir uruq eng oxiri yana nima yo'g'nab ketadi desa, bu kuchayib odamda hatto nim paydo qilish mumkin desa, o'zini majburlash kelislik, hatto illusion. Illusion degan nima esa bir xil xiyoliy tuyg'u. Bu xiyoliy tuyg'u degan qanday narsa desa, ma'vo markazi, odamning markazi, bu markazdan jiroqlab ketdi, buni ko'mdi bu. Jiroqlagan sirchu desa, xuddi siz birsini tashlab etsangiz, u sizni izdab qo'g'lagandek ma'vo ko'mib qo'ygan tarafingiz, maxfiyman tarafingiz bu yo'g'inab, bumi bir sizga o'xshash bir odam siyoqiga kirib, bu so'zlaydi bu. Uni anglamasangiz bu ko'rinib turib oladi bu. Ko'zang birim ko'rindi, qulqin birim anglandi degan amaliyotda bir xil entity.
Yani siz küme koygan məxfimen kısmınız başka bir ademge aylanıp, hem de başka bir ademme sizden inkar kıp durvagan məxfimen kısmınızda küçük gidiyor. Biz bunu roy keselik dep ataymiz. Şuna roy keselikten en yukarısı Jinxing Fenglie deyildi. Jinxing Fenglie degenimiz parçılınış degan. Parçılınış. Sentrdan, merkezden jıraqlap ketdi deganlik. Şuna men bayatın degan alametlarning hammasi amaliyotda sizning qaysi tarafingizning yo'g'ina ketganligidan darak ko'rdi bo'lsa, maxfiy men tarafingizning cho'ngab ketganligidan darak ko'rdi. O'tganda bir faaliyet vardım mı? Bir şirketning bir ayollar kutinish salonining ayollar sog'lomligini sog'lomlik mashg'ulotlari va sog'lomlik ishlari bilan shug'ullangan bir saloniga bordim. Bu yerda bir ayol so'rdi. Bu ayolning qizi yaqinda oliy maktab beribdi. Ammo shu oliy maktab borgandan keyin bu ayolda to'xtamaymish qizdan ansiraydigan. O'zi bir kitobni o'qigan bo'lsa, kinoni ko'rgan bo'lsa, xuddi qizi ash kinodagidek ishlar ushtirishayotgandek. Bu yerim kechil tifurib ketaman deydi. Voy siz nada deb. Qizim telefonni olib men uxlataman deydi. Yan ansirayman deydi. Menda shundoq bir xil tashvishnish bor. Men to'xtamaymish qizim to'g'riliq ansirayganlar bo'ldim deydi. Amaliyotda u qizi shu jut bo'yicha eng yuqori numara olib o'tabdi. Hem işler şundak caydı iken, hiç kandak bulmasa kalayımkan işlerim yok iken. Ama toxtumay, apıs demeyse, şu kızda ensire iken de. Biz bunu teşvişini isteyimiz o. Bu teşvişini kişiyle kandak peyda oldu. Bazı demler kızın ensireydi, bazı demler hemen kisel olap kaldım deyip ensireydi. Yani bazı demler çoğu dese, o'zining malbiy soatini ansiraygan endish qildi. Uning ustiga bu xil javlujing, ya'ni tashvish kesili tunji qaytam qo'zg'algan vaqtda baq qo'rqinish qo'zg'aldi. Bu yuragi degan rasmiy soldi, rost soldi. Ammo doktorga olsa normal. Shu nafaslari qisilib, soat hozir o'lak ketgandek bo'lib, shu kallasi har xil narsalar ketdi. Hatto yig'lab ketdi. Hatto bir qatam o'lib tirilgandek tuyg'udim paydo qoldi. Bu xil tashvish kesili qanday shakllandi? Qanday shakllandi? Ondan sonra biz qaraylı. Her bir adamның, şu ekran aldıdaki her bir adam şunu düşünüş gerek ki, her bir sınlının kalbide bir sandık onla buldu. Bir sandık. Ben bu sandık ne? Pandora sandığı dep atadım. Pandora sandığı. Hemimizin kalbide bir tal sandıkımız oldu. Bu sandıkımızga nemeler kirdi degende bu sandıkımızga özümüzün maxfiy men tarafını qaçlaymiz. Yani başkalar bilmeydiğen, özümüz bildiğen kısımlarımızı bununla qaçlaymiz. Hem de bu sandıkımız yaman emas çoğun. Bop kalıdı. Ama bekme çoğun emas. Bununla nurgulagan məxfiyetliklerimizni, ya ki bizden aldığın dersimizi köygen bolsan bizler, biz bunu ölük çaşkan dep matagan, ölük çaşkan degen dersimiz, ameliyatda bugünkü dersimizden bir küçük bir kısmı bolapmı o, qaysı kısmı desem şu məxfiy men tarafını düşündürülgen kısmımızda, ma dersi anı düşüngende, anı düşünemegelle, ameliyat, anı tuluk düşünemegelle, ma dersimizin tekimi bülerleydi. Demek ki her birimizden bir Pandora sandığı buludu. Bu yerde biz nemelerni saklaymiz dese, xuddi burungi dersimizdeki ülek çaşqanlarımızın yoki bugünkü dersimizdeki maxfiy menni bunu qaçlaymiz. Bunu qaçlab ma'lum darajada bo'lganda bu sanduq uni sig'dira oladi. Biroq bu qaçılınıp, onun ustiga men bayatın dedim, kömgen narsa kuchayib ketdi deb. Har qanday bir hissiyat yushirlanga kirsa, odatda 9 as kuchayib ketdi deymiz. 9 as kuchayib ketdi. Demek bu xil maxfiy men qismimizmi sanduqimiz tug'an vaqtda bu yo'g'inaydi bu. Hem sanımı jiqiydi, bu tug'an sir yo'g'inaydi bu. Esonli bo'lsin, bu xuddi ko'mgan narsa kuchaygandek, bir tal uruq xuddi o'rmonga aylangandek maxfiy men qismimiz dastlabda bu sanduqning ichida turaverdi, chunki sanduq xeyli yo'g'on emasmi. Ammo bu turavergan vaqtda bu ko'meldi emasmi. Ko'mgandan keyin buning ichida bu yo'g'inaydi, cho'ng'iydi. Unda asli nima ish bo'ladi? Nayt aniqki bu sanduqimizga patmaydi bu. Patmay
bu endi sanduq taraqshiydi, echilaman deydi. Diqqat qilinglar, sanduq echilaman degan vaqtda odam beksat qo'rqaydi. Ajoyib qo'rqaydi. Ajoyib tashvishlanadi. Menga darhol bu sanduqning eshilib ketishidan ansirab, o sanduqning ichiga qarashdan ansirab, bu xil andishini, sanduqning echilib ketishidan ansirashdan iborat bu andishini o darhol nima etsa, ko'z oldidagi mumkinchiligi bek tuvan. Ammo mumkinchiligi bor bo'lgan kichik bir andishni uyg'ontish orqali sanduqdan o'zining diqqatini boshqa chashmoqchi bo'ldi. Bu deganimiz bayotdan ayol qizdan ansirdi. Albatta qizining bu ayol ansirgandek bir ishlarni qilib qo'yish ehtimolligi bor, ammo bu bek kichik. Masalan, u qiz yo'ldan o'tgan vaqtda uni mashina so'qish ehtimolligi bor, yo'q emas. Ammo bu ehtimollik bek tuvan. Chunki biz hayotimizda bekchiq yo'ldan o'tamiz. Ammo cho'sa bu xil tashvishni kesli giribdor bo'lganlar dal nimasi sanduqning echilib ketishidan iborat. Sanduqning echilib ketishidan qo'rqishdan iborat tashvishni o'zining turmushidagi mumkinchilik intayin az, ammo bor bo'lgan ma'lum bir andishni lopaynakda kuchaytirish orqali. Ya'ni qizining yo'ldan o'tgan vaqtda qizimni mashina so'qiytama degan mushu mumkinchilikni kuchaytirish orqali o'zining tashvishini ma'noga moslashtirib tushuntirdi. Tushunyapsizlar? Şuna bu xil tashvish kisli giribdor bo'lganlarning amaliyotda dappagan gaplar qilsang shunchalik kulkilik. Hatto ba'zilari mening yurak keslim qo'zg'alib ketsa, doktorlar kelishga ulgurmaydi deb, hatto uyini setib, doktorxonaning yeridan uy oldiganlar bor. Hatto kesel qo'zg'algan vaqtda doktorxonaning ichida uxlaydiganlar bor. Nimish qilsa qutuldirish unum bermaydi deb. Hatto ba'zilar nimasi men yuqumli kesel jiqqal deb, hatto haddidan ziyoda diqqat qildiganlar bor. Hatta başlanan uyda tamaq yemeydiği halet çıkıp kaldı. Şun bu təşvişin kesili əməliyyat nimesi, ular təşvişini atkan nəslərini dəb bəlsə, sizlər hergiz mi şeyilmeyizlər, külgün külüdür. Əməliyyat o təşvişini atkan nəs nimesi, dal Pandora bolkısının, Pandora sanduğunun içilip geçişini ensireydi o. Məxbiymen küçə taraqştıydı onu. Demek bu endişini o nereden izleydi olsa etraftaki men bayat degendek mümkünçilik bek tüven, intayin tüven. Ama bab olgan aşındaq nəslərini köptiriş arqılı ensireydi. En ahırı çoğusu jürek. Şuna bu ayol əməliyyatda qızının bir yaş bo'lib qilishdan ansirmayotdi. Balki nima esa o'zining Pandora sanduqining butunlay eshlik ketishidan qo'rqadi. Chunki uning Pandora sanduqi allburun o'zining sig'im, o'zining saqlash sig'imidan allburun eshib ketgan degan gap. Tushunyapsizlar yo'ldoshlar. Undaqda bu ayolning mushu Pandora sanduqining ichida eshilib ketishidan, ya'ni yashni qarashdan ansiraydigan qanday maxfiyman bo'lishi mumkin, qanday maxfiyatliklar bo'lishi mumkin. Belki men bir psikolog buluştum bilen, men bekcik uçuruşuma bu xil maxfiymanlarla. Əməliyyat ulamam bu geplarni degan vaqtda men bir psikolog buluştum bilen ve bekcik anlaganligim uchun ularning nihoyatmi maxfiy, intayin hech kimga desam bo'lmaydi degan ba'zi maxfiyatliklari men uchun intayin bir oddiy normal hodisalar. Hatta ularning boshqalar desam bo'lmaydi degan o'y xiyollarimi əməliyyat bir odam bo'lgan bir xil normal o'y xiyollar. Ammo bu o'zining o'y xiyollarini maxfiyman shaklda saqlaydi. Chunki o'y xiyollarni desam, men tugishima, mening yuz obro'yim yoki men yaratayotgan ego tugishidi degandek bir xil g'am andish qildi. Ammo ular bir amallarni qilib men degan vaqtda mening kulgim keldi. Chunki uningda bulayotgan maxfiyman, men normal bir kishilik aloqada kishilarga deb yuradigan gaplar. Ammo ular uchun cho'disa, u intayin bir xil kuchlik, hech kimga des bo'lmaydigandek tuyulib ketadi. Men yaqinda mao kinoxonada bir kino qo'ydi. Will Smithning şu Shuangzi Shasho deydigan kinosini. Will Smith bu kinoda Henry'ning rolini o'tayapti. Shundan bu Henry hamda birisini begunoh birisini etib qo'yib, birisini etib qo'ydi bu. Ammo uni amaliyotda begunoh birisini etib qo'yib, bu ishning tafsilotini surish qilish uchun Vengriyaning Budapeshtga bordi. Chunki uning tafsilotini ashadagi bir Rossiyalik Yuriy deydigani bildi. Şunlar bu Yuri'den so'rash uchun shu yerga bordi. Bular bir munchida ko'rishdi. Şunlar Yuri chiqib, "Ras, shundoq sen nimanch achchig'ing ketdi" dedi. Degandikan Will Smith, ya'ni kinodagi Henry, "Nimish achchig'im kelmaydi? Men bir beypan bo'lgandek his qilyapman" dedi. Ya'ni men aldangandek his qildim. Deganda Yuri kulib ketdi. Yuri nima deydi desa, "In Russia" deydi. Rossiyada
we call it another Tuesday deydi. Bu nima degan gap desa, biz Rossiyada bunday ishni faqat bir seshanba deb ataymiz deydi. Bu nima degan gap desa, bu bir shu seshanba, dushanba, chorshanba degandek bir oddiy bir ish, biz uchun ashundaq bir oddiylam, sen beypan bo'ldim deb aldanganni ashunda ochiqlab ketgan bilan biz uchun bir normal ish deydi. Demasmi nurg'un odamlar amaliyotda kayfiyatini chechayotgan, beoram bo'layotgan nurg'un ishlar amaliyotda intayin normal ishlar. Ammo bular nima chechildi? Chunki ularning psixik safhasi kichiklab ketganligi uchun. Masala cho'ng emas. Ammo bu odam o'zi masldanmi kichik bo'lganligi uchun kichik maslimi uning nima etsa shundaq eg'ir tuyuladi. Mesela bir tal orunduqni bir buvoq ko'targizsam, o buvoq ko'tarilmaydi. Bu buvoqning ko'tarilmagan hargiz orunduqning bek eg'ir bo'lib ketganligidan emas, balki buvoq bek kichik, kuchsiz, jonsiz bo'lganligi uchun orunduqni ko'tarilmaydigan gap. Amaliyot yuqoriroq bir odamga kelsam orunduqni bir qo'lda ko'tara oladi deganlik. Demak, ba'zi odamlarning maxfiyman nimish kuchi ketsa, u bek qo'rqinchli maxfiyatlik bo'lganligi uchun emas. Balki normal narsalar, normal xiyollar, normal kechirimish. Ammo u o'zi uni nima deb o'ylaydi bo'lsa, intan cho'nda qaraydi. Chunki odam o'zi bek ojiz. O'tgan bir ayol degan mushuq yig'lab, men bulanmadim deb ketdi. Nim bo'ldi? Desam, qaynonam mushunda debdi dedi. Men nim bo'ldi unda desam, yo'q, mushunda men bir ömür, mush qaynonamga, mush o'zining qizidek shundoq yaxshi muomala qilib, deginni qilib, putini yuvib, tomoqni etib, mundaq qilsam, meni qaynonam yana yot ko'rdi, mushunda debdi dedi. Men o'yladim, men dedim bu qizga, "Voy, siz nimish qaynonangizni o'z onangizdek ko'rib olasiz? Shu qaynonangizdek ko'rmaysiz." Bu qaynonamni onamdek ko'rib oldim dedi bu ayol. Men dedim, "Voy, bu qaynonangizni nimishqa onangizdek ko'rib olasiz, shu qaynonangizdek ko'rmamsiz?" Sizning bu yerda qaynonamni onamdek ko'rdim deganingizning orqada bir expectation bor, bir umid bor. U bo'lsa-mu qaynonam meni o'z qizdek ko'rskin degan bir mayada ta'ma bor. Natijada qaynonangiz sizning kutgan yeringizdan chiqmadi, shuni bilan siz mana shunda ochiqlabsiz dedim. Amaliyotda nurg'unlagan maxfiyman. Hargiz kishilar o'zi tasavvur qilgandek, o'ylagandek unchalar qo'rqinish emas. Ammo u o'zi chu desa, ular shunda qo'rqinish qo'ylaydi. Natijada uning Pandora sanduqi to'shab teshib ketadi. Bu teshib ketgan sir ansiraydi. Bu ansizlikni men bayotin degan ko'z ko'radigan mumkinchiligi bor, ammo intan kichik bo'lgan narsani ko'ptirish orqali tushundirdi.